Assalomu alaykum metal mart obunachilari. Doim sizlarga zo'rlarini ilinganmiz va bugun zo'rlarini obzor qilamiz. Bu xonadonimiz 2 qavatli bo'lib, 2 qavatli xonadonimizga perillalar ustanovka qilganmiz. Bu perillalarimizni tumbalariga nержавейка tumbalar ishlatganmiz, oralariga Arqon Gold turbalardan ishlatganmiz. Undan tashqari latum materialda perillalarimizni tanlaganmiz. Bu xonadonimizga juda ko'p fasonlarimizni tavsiya qildik, ko'rsatdik. Shu fasonimiz uyda egasiga yoqdi. Примерно bir 15 metrcha perilla ustanovka qilganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, chiroyli holatda ustanovka qilib topshirdik. Undan tashqari bu kirish qismimizni boshiga premiumligini bildirib turish uchun mana premium tumbamizni ham ustanovka qilganmiz. Ustki qismlari qora tekstil ishlatganmiz. Bu uyimizga undan tashqari yana qo'shimcha xizmatlar ham qilganmiz. Hozir ko'rsatamiz. Tashqarida ularni ham bir qator ko'rasizlar. Buni hozir bitta obzor qilib ko'rsatamiz, kichkinagina qilib. Bundan tashqari tushish qismlariga mana ushash uchun tekstolet qilib berganmiz ustini. Bu yerga nержавейка mahsulotlarimizdan qilganmiz. Juda mustahkam bo'lgan mana. Undan tashqari mana bu tomonda podvalga tushish qismlariga 3x2 profilimizdan 4 qator qilib, buni ham ustki qismi tekstolet bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Ushbu xizmatlarimizdan foydalanmoqchi bo'lsanglar, pastda nomerlar qoldiraman. Instagram, Telegram, Facebook barcha platformalar orqali zakazlar berishingiz mumkin yoki call centerlarimiz orqali bemalol ulanib zakaz bersanglar bo'ladi.